Qorinlar yomon chiqib ketdi. Bir posa osh yeyveramiz a? Assalomu alaykum. Nima buyurasizlar? Ha, biz Ishi. nima qilyapsan bu yerda? Kim tinchlikmi? Hozir. Nima qilaversan bu yerda, ha? Ishlayapman. Nima sen bu yerda ofitsiantkalik qilyapsanmi? Ha, nima qilay? Oshpazlik qilaymi? Nima qilasan ishlab? Alimentni vaqtida berib yuribmanmi? O'shani o'zini eplab turaverdi. Nima? O'zi 300 so'mga aliment bersiz. Nimaga yetadi u pulingiz? Bitta balez magazinga kirsa 150 ming 200 ming narsa oladi. Yetmayapti, majbur bo'ldim ishlashga. Eplasang hamma narsaga yetadi shu pul. Mani g'ururim bilan o'ynashma. Yig'ishlar mana yerdagi ishingni. Mana shu yerda nech pul topib turgan bo'lsang, men beraman o'sha pulni. Uyda o'tirib, balamizga qarab o'tir. Tushundingmi? G'urur? G'urur haqida siz gapiryapsizmi? Farzandli bo'lganimizda ota-onam yumshoq mebel olib bormaganlariga, onangiz janjal qilib haydab yuborganlarida g'urur qayerda edi? Endi sizga tushdimi g'urur? Shuncha paytdan buyon farzandingizni ko'rgani bormadingiz. Ha, sizga g'ururingiz yo'l qo'ymaganda shunda. Men bu karvonishda kuniga 300 ming, 400 minggacha topyapman. Mayli, oyiga 10 million bering, balezga qarab uyda o'tiraman. Ha? Damingiz ichingizga tushib ketdi. Gapira olmay qoldingizmi? Ha, erkak. Tur, ketdik, boshqa joyda ovqatlanamiz. Tinchlikmi? Ha, tinchlik yur. Ha, erkak.